Bu qo'ylarga somon press bo'lsa bo'ldi. Maza qilib qish o'tkazishadi. Vajach, to'xtalar. Lekin hoji aka, sizga anaqa katta yer bo'lsa, bu yerda pul tikib qo'yib, xohlasangiz katta ish, xohlasangiz zavod, xohlasangiz domla qurib, pulingizni ko'paytirib olasiz. Hozirdan bitta like bosib qo'ying. Shunaqa ish keladi narxda. Yer chiqib qoldi. Qancha joy deng? 4 gektar 70 sotiq. Toshkent shahridan, sentrdan aytaylik bir 6 sotiq yer puliga siz deyarli 5 gektar yerni bosib olsangiz bo'lar ekan. To'ytepadan men hozir yon atrofda 3,5 ming dollar atrofida sotilar ekan. 470 sotiq 3,000 dollardan bo'lgan taqdirda ham 1,4 dollar bo'lardi. Lekin bu joyi eshitib turing. 1290 dollardan atiga 470 sotiq joyi berib yuboriladi. 600 mingdan sal oshig'iga bu tayyor mol qo'y ferma bo'lib, tovuq ferma bo'lib ishlar ekan. Shu joy o'zida ikkita katta xolodilnik xonasi ham bor ekan. Aynan shu joy o'zi 50 mingdan 100 mingga ham sotilmagan ekan. Yangi qarang agregatlari bilan ikkita shunaqa xonadan. To'g'rida To'ytepani domlari ko'ryaptimi? Mana taxminan o'sha sentr joyiga, To'ytepaning domlariga 2 kilometr ichkariroqga kirgan ekan. Katta yo'l yuzida 2 kilometr. Xohlasangiz kottejlar qurib olasiz, xohlasangiz yana 1000-2000 talar mollaringizni bu yoqqa tiqib olasiz, xohlasangiz mana shu bir To'ytepa Citymi yoki ismingiz nomi bilan qanaqadir Ahmadboy Citymi, Jo'rabek Citymi deb ko'tarib yuborsangiz bo'ladi. Bitta like bosib qo'ying-da, investor tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Eng qizig'i, agar kim bu yerda olsa, mana shu yer egasi tomonidan ehson sifatida deydimi, hadya sifatida 10 ta insonni Safo Marvadan umraga jo'nataman deyaptilar. Shunaqa shedri hoji akalar ko'payaversin. Agar yaqinlaringiz olsa, siz ham umraga bepulga borib kelishingiz mumkin. Shuning uchun hamma yaqinlaringizga tarqatib tashlang. Bosvori yotiga 600 ming atrofidagi pulga deyarli 5 gektarga yaqin yer. Bosvoring ketib qoladi bunaqa narxga bir deganda.